Assalomu alaykum hurmatli chorvador akalar, fermer akalar. Akalar, mana Torpeda drabilkamizda yana bitta yangilik. Hozir 13 kilovatli drabilka yasadik. Buni tishlarini o'zgacha bu, yangi usulimizda bo'ldi. Bu malatka o'yli bo'lyapti. Bir qator chiqarib, don, o't chiqarib obzor qilib beramiz. Buni tepasida hozir ikkita bunkeri bor. Bittasi donga moslangan, ikkinchisi o'tga moslangan. Endi hozir bir qator don chiqaramiz, keyin o't chiqarib bir obzor qilib ko'rsatib beramiz. O'zingiz baho berasizlar akalar. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar akalar. Ozgina pauza qilamiz, sog' bo'linglar. Mana hozir donga bunkerni o'rnatdik. Bu bunkerimizni alohida mana fotasi bilan makka tashlagan joylariga qilganmiz. Lekin makka olib kelganmiz. Mana 20 kilo makka, 20 kilo buğday olib kelganmiz. Buni chiqarib ko'rsatamiz. Vaqtga qarab qo'yamiz, qancha minutda chiqaramiz. Faqat buni sinovdan o'tkazamiz.